Uxlayotgandim, sheriklarim bor, uyg'otib qoldim. 1 minut oldin nima qilib qoldim? Sayrashib qoldim. Nima men ham ketaverdim. 6 oktyabrga o'tar kechasi Sankt-Peterburg Nijniy Novgorod yo'nalishi bo'yicha ketayotgan poyezd yo'lda to'xtab qolgan Mercedes avtobusi bilan to'qnashib ketdi. Bu avtobusda aytishlariga ko'ra 57 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lgan. To'qnashuv natijasida 21 kishi halok bo'lgani, jumladan 3 ta bola va 2 qirg'izistonlik va yana bir qancha odam jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. To'qnashgan poyezd mana ko'rib turganingizdek bu avtobusni bir 50-60 metr surib olib kelib mana shu yerga qulatib tashlagan. Уже bizlar kelib avtobus o'chib beradi temir yo'lda. Keyin orqamizdan ushlagan ko'tarib yopildi. Ichkarida odamlar urib o'tdi. Oxirida nobud bo'ldi. Rossiya tergov qo'mitasi xabariga ko'ra, avtobusdagi odamlar uxlab yotgan bo'lgan. Haydovchi baqira boshlagach, odamlar uyg'onib avtobusdan chiqqan va avtobusni joyidan qo'zg'atish uchun uni itargan. Avtobusni joyidan siljirishga uringanlar omon qolgan. Avtobus ichidagilar halok bo'lgan. Yetib kelib qolgan poyezd avtobusni 2 ga bo'lib ketdi. Ozodlik suhbatlashgan avtobusda tirik qolgan muhojirlardan biriga ko'ra, avtobus Moskvadan Qozog'istonning Cherniyevga chegara postigacha ketayotgan bo'lgan. Qanday qilib qutulib qoldingiz? Sakrab chiqdingizmi? Tushib olganman pastga. O'sha baqir chaqirib bo'lganda tushib ketgan. Avtobusni itardinglarmi? To'xtab qolgan. Bola itarayotgan ekan, men o'shanda tushib chiqib ketdim. Qarasam, o'sha yaqin qolgan. Tirik qolgan muhojir o'zbeklar Pokrov shahri madaniyat uyiga joylashtirildi. Ular fojia avtobus nosozligi tufayli sodir bo'lganini ozodlikka tasdiqlab berdi. 2 ta qizcha bor edi. 2 ta, necha yoshda, 7 yoshda, 8 yoshda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar berishicha, avtobusda qozog'istonlik 2 haydovchidan tashqari o'zbekistonlik 56 yo'lovchi bo'lgan. Fojia vaqtida omon qolgan o'zbekistonliklar va halok bo'lganlarning jasadlarini olib kelish uchun O'zbekiston hukumatı Rossiyaning Vladimir viloyatiga maxsus uchoq yo'lladi. Vladimir viloyati transport prokuraturasi avtohalokatga uchragan o'zbek muhojirlari Rossiyada noqonuniy yurganini iddao qilib, ularni migratsiya qonunchiligini buzganlikda aybladi. Hodisa joyiga yetib borgan O'zbekiston elchisi Bahrom Ashrafxonov o'z avtobusda ketayotgan migrantlar Rossiya hududida qonuniy ishlab ketayotgan bo'lganini bildirdi. Ko'plab o'zbek muhojirlari avia va temir yo'l chiptalar qimmatligi bois arzonroq bo'lgan avtobus, mikroavtobus va yengil mashinalar yordamida O'zbekistongacha yetib borishga urinadi.